Keldingmi? Assalomu alaykum. Nima bu ahvol? Qayerda o'tiribsan? Nima qilib Bu nima turishi? Bu qanaqa telefon ishlatib yuribsan? Normal telefon ishlatsang bo'lmaydimi? Aktagon senga o'zi qancha gonorar beradi? Sen o'zingdan ketib qolmadingmi? Seni o'ylab gapiryapman. Yur, bir yaxshi telefon olib beraman senga. Ko'ramiz ekan qanaqa telefon olishing. O'rtoq, bu Aptibek do'koni mana shu Rossiya Piterdagi eng arzon, eng optim do'kon. Maniki egasi ham turgan ekan. Assalomu alaykum aka. Nazar to'g'rimi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yaxshimi? Aka, bitta xizmat bilan keldik xullas. Mana do'stimga bir yaxshi bir akkurat 17 Pro Max'ingiz bormi? Telefonimni sindirib tashladi aka, yaxshisini olamiz endi. 18 chiqdimi yo'qmi? 18. 18 ertaga chiqadi. Ertagami? Bo'ldi. Ertaga kelamiz ham. Mana bir ko'kidan bor ekan. Faqat ko'kidanmi? Boshqa rangi yo'qmi? Oq ham bor, oranji ham bor, любой rangidan bor. Qanaqa rangidan? Eng og'irgi mana pamyati, mana xotirasi eng kattasi. 1 terabayt. 1 terabaytmi? Bo'lmaydi, 256 talik bering bunga. Nimaga? Sen eng zo'r telefonni olib beraman deb turgan 250 oldi. 1 terabaytlikisini olamiz. Ha, bo'ldi, ko'k bo'lsin. Baravar, 1 terabayt. 1 terabaytli. Meniki o'rtoq. Sen boravergin, qo'yani o'zim tushuntiraman. Rossiyada musofirda qiynalib yurgan aka-ukalar, opa-singillar, qiynalib peshona terlaringizga topgan pullaringizni qimmat do'konga borib sarflamasdan, mana bu Optibek do'konida eng optim narxlarda xudo xolasa undan arzonroq qilib sizlarga topshiramiz. Bu o'zimizning hamyurtimiz, O'zbekistonlik akani do'koni. Undan tashqari, soat deysizmi, atir deysizmi, любой narsa mavjud. Uyga shoshilib ketishga chamadonlar ham bor. Bu videoni musofirdagi bo'ydoq yigitlarga yuborib qo'yamiz, hattoki o'sha bo'ydoq qizlarga ham. Kelaverasizlar. Manzil pastda, nomer pastda. Assalomu alaykum.